Qizijonlar, men sizlarga hozir bitta sekretchani aytib ketaman. Bilasizlar, Tinchlik metrosining yonida Sev Platok degan do'kon bor. Mana shu do'kon 1969 brendi ro'mollarini Toshkentga birinchi olib kirib kelgan Sevaraxon hisoblanadilar. Qizlarjonlar, shu uchun ham eng zo'r rasvetkalarni shu do'kondan kelib topsanglar bo'ladi. Mana bu yerda menga yoqadigan adnatonilar, bu yerda esa yangi gullardan tortib trend bo'layotgan gullarigacha hammasi bor. Bu brendda yana bitta narsasini alohida aytish kerak. Podarka qilish uchun mana bunaqa o'zining podarishni sumочкалari ham bor. Italiya Versace 1969 brend ro'mollari. Shunda Tinchlik metroning yonginasida Sev Platokda. 1969 brendda nafaqat ro'mol sharflar, qizijonlar, balki mana bunaqa bonilar ham bor. Rasvetkalarni ko'ryapsizlarmi? Har xil rasvetkalarni olsanglar bo'ladi. Ro'mollarni ko'ryapmiz, hammasi naqshli, mana bitta tepada, lekin matosi bir xil emas. Qaysidirlari hibi, qaysidirlari krepga yaqinroq matolar. 1969 dan mana bu tonki vyaska ro'mollar chiqyapti. Sababi bizda qish kelyapti. Kuzda, qishda maza qilib o'rashinglar uchun shunaqa tonki vyaska, qizlar qaranglar. Sovg'alarga, podarkalarga olsanglar, mana bunaqa podarchni sumочкалari bilan qilib berishadi. Mana bardovisini 2 buklab o'rab oldim. Bundan ham kattaroq qilib o'rasanglar bo'ladi. Mana bunaqa qilib orqaga boylab olsanglar ham bo'ladi. Har xil rasvetkalari bor.